Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Sharq Turkistonda 12 kishi Wuhan virusi haqida atalmish o'sak so'z tarqatish bilan ayblanib bartaraf qilingan. Dunyo Sahiyya tashkiloti Wuhan virusini sog'lomlik bo'yicha yer shari xarakterlik jiddiy holat deb e'lon qildi. Yevropa Ittifoqi Angliyaning Yevropa Ittifoqidan ayrilish kelishimini ma'qulladi. Sog'lomlik haqida savol. Tövəndə deyiktanlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Xitayning Tangirtaq to'rining xabar qilishicha, yaqinda atalmış Şinjan internet to'ri uchirishxonasi va Şinjan Uyg'ur Abnum rayonlik jamoat xavfsizlik nazorati qatorliq o'rinlar yangi tiplik tajsimon virusi haqida o'sak so'z tarqatish degan jinoyat bilan 4 nafar Uyg'urni o'z ichiga olgan 12 kishini jazolagan. Xabarda berilgan tizimlikdan qaraganda 4 nafar Uyg'ur bo'lsa, Aqsu shahri, Xotunsumbul noyisi, Aqtu noyisi va To'qsu noyilaridan ekan. Xabarda yuqoridagi kishilarning virusning tarqalishi va o'lim yetim vaqalari haqida asosiy so'zlarni tarqatib, atalmish jamiyat muqimligiga ziyon yetkazganligi ilgari surilgan. 29 yanvar kuni butun Abnum rayonining yuqumning oldini olish tizginlash xizmatida fosh qilish, ma'lum qilishni qabul qilish to'g'risidagi umumiy uqtirishni tarqatib, qalaymiqan so'z tarqatish qatorliq 4 xil harakatni ma'lum qilishni yo'l qo'ygan. Xitoy hukumatining Sharq Turkistonda chiqargan eng yangi sonliq ma'lumotga asoslanganda 28 yanvar kuni soat 24 gacha yangi tipdagi tajsimon virus bilan yuqumlangan o'pka yolliqiga giribdor bo'lgan bemordan jami 14 ni e'lon qilgan. Aniq diagnoz qo'yilgan bemorlar ichida Urumchida 6si, Ili oblastida 4, Turpanda 1, Ingtuan 7-diviziyada 1, Shixanzi shahrida 1, kasali og'ir bemordan biri, xatarlik og'ir kasaldan biri bo'lib, qazo qilganlar yo'q ekan. 500 dan ortiq kishi kasallik gumoni bilan kuzatish ostiga ilingan. 30 yanvar kuni Dunyo Sahiyya tashkiloti Wuhan virusini sog'lomlik bo'yicha yer shari xarakterlik jiddiy holat deb e'lon qildi. Mazkur organning boshlig'i Tedros Ghebreyesus axborot e'lon qilish yig'inida jiddiy holat e'lon qilinishining sababi bu virusning butun dunyoga tahdid paydo qilayotganligida. Shundaqla virusning sahiyya sistemalari ojiz davlatlarga elishining zo'r andisha qo'zg'ayotganligini ta'kidlagan. Navbatda bu virus dunyo miqyosida Xitoydan boshqa yana 20 dan ortiq davlatda bayqalgan bo'lib, yuqumlanuvchilar asosan Wuhanga borganlar bo'lmasa-mu, ammo yuqumlanuvchilarning ichidagi Wuhanga borganlardan virusni yuqtirib olganlar ekan. Dunyo Sahiyya tashkilotining boshlig'i Tedros Ghebreyesus Januada bergan bayonotida Wuhan virusini ko'rilib boqmagan yuqum deb atash bilan birga, uningga qarshi ilingan tadbirlarning ko'rilib boqmagan darajada ekanligini bildirgan. Wuhan virusi bilan yuqumlanuvchilar soni Xitoyda va dunyo miqyosida tez sur'at bilan ko'payayotgan bir sharoitda 30 yanvar kuni Rossiya Xitoy bilan bo'lgan chegarasini taqiqlanligini e'lon qilgan. Orqadan yana Britaniya, Fransiya va Germaniya qatorliq davlatlarning havo yo'llari Xitoy qatnaydigan havo qatnashini bekor qilgan. Amerikadagi bir qism havo yo'llari shirkatlari Xitoy uchadigan safarlarni bekor qilishni o'ylashayotganligini e'lon qilgan. Dunyo Sahiyya tashkiloti 2009 yildan buyon qush sukumi, Ebola virusi va Zika virusi qatorliqlar bo'yicha 4-qatim jiddiy holat e'lon qilgan. Yevropa parlamenti Angliyaning Yevropa Ittifoqidan ayrilishiga munosabatli kelishimni ma'qulladi. Belgiyaning poytaxti Bryusseldagi Yevropa parlamenti umumiy kengashida ilib berilgan ovoz qo'yishda Angliyaning taxminan yarim asrlik Yevropa Ittifoqi a'zoligiga xotim beradigan kelishim 49 qarshi 621 ovoz bilan qabul qilindi. Kelishimning qabul qilinish bosqichi Yevropa Ittifoqi kengashida ishga oshirilgan ovoz qo'yish bilan tamomlandi. Kelishimning ovoz qo'yilishidan keyin 31 yanvar kuni soat 24 dan keyin Yevropa Ittifoqidan ayrilgan Angliyaning Yevropa parlamentidagi 73 a'zosining o'rnini bo'shatiladi. Choch tarashning saqliqni saqlash roli borligini hamma odam biladi. Amaliyotda odam badanida yana ikki tabiiy kutunish organi bor. Bular aliqon bilan topan. Odam badanidagi 12 tomirning boshlanishi yoki oxirgi uchi qo'l va putga yig'ilgan bo'ladi. Aliqon va topanni o'g'lab berganda tomirlar ravonlashib, ikki a'zo muannas va muzakkar quvvatni tangshab, butun badanga energiya to'liqligi bo'ladi. Birinchi, muannas va muzakkarni tangshaydi. Har qanday kasallik odam badanidagi muannas bilan muzakkar tampongsizlashganlikdan kelib chiqadi. Kasallik organizmga ta'sir ko'rsatadi. Qon quvvati kasal bilan kurash qilmoqchi bo'lganda, odam badanidagi muannas bilan muzakkarning tamponligi buzilib, qon quvvatining o'rlab tuvallishi, tamponligi buzg'unchilikka uchrab, bir turlik patologiya o'zgarish kelib chiqadi. Alqon va toponni o'g'lash ikki a'zolarning iqtidorini tengshash, muannas va muzakkarni tamponlashtirish roliga ega. Ikkinchi, pallalarni jonlantiradi. Palla odam badanidagi qonni harakatlantiradigan, badanning ichi sirtini, put-qo'llarni tutashtiradigan sistemadan iborat.
Agar palla nervi sistemasida kasallik o'zgarish paydo bo'lsa, tomir kasalliklari bilan ichki a'zo kasalliklar ko'riladi. Masalan, qo'l tayin o'pka tomiri ravon bo'lmasa, tomir kasalliklari kelib chiqadi. Bu kasallik bosh og'rish, qizish, badan sovib terlamaslik, dimi siqilish, ko'krak og'rish qatorliq alomatlar orqali ifodalanadi. Yana birisi ichki a'zo kasalliklari bo'lib, yo'tal, ziqqa, nafas tezlashish, kekirdak shishib og'rish, kichik tarat ko'p kelish, ich surish, alqon qizish, qon tukirish qatorliq alomatlar bilan ifodalanadi. Nurg'un kasallik taraqqiy qilish bosqichida palla ravon bo'lmasligini keltirib chiqaradi. Alqon va toponni ovlash orqali ravonlashtirg'ili, bo'g'imlarni silliqlashtirg'ili bo'ladi. 3. Qonni jonlantiradi. Qonni haydashning usuli apchillik bilan ovlab, pallalarni ravonlashtirib, qonni jonlantirib, fiziologiyalik aylanishni ilgari surib yaxshilab, odam badanidagi qonni to'ldiradi ham ravonlashtiradi. Qon bilan yelning aylanishi bir-birini to'liqlaydi. Yel bo'lsa, qonmi ravon bo'ladi. Qon uyib qolsa, yelmi turib qoladi. Alqon bilan toponni ovlash qonni ravonlashtiradi. Tövendeki 3 jihatdagi rol orqali qonni jonlantirib, uyugan qonni eritadi. Birinchisi, ovlash usuli orqali qon va yelning aylanishini bevosita ilgari surish. 2. Put-qo'l to'qilmalarining harakatini ilgari surish. 3. Put-qo'l bo'g'imni harakatlantirib, harakat orqali qonni haydash. Qonni harakatlantirish maqsadiga yetkazib bo'ladi. Konkret mashg'ulot usuli. Tog'oqning dumbi qismi bilan alqon va toponning o'ng so'l tarafi va put alqonni qizg'ich surtish. Hamda tog'oqning tutqichi orqali alqon bilan toponning og'riqni tez sezadigan qismini 20 qatimdan besib berish. Atigan va kechda badanni uyg'otadigan va ichki a'zolarni orom oldiradigan vaqt. Yuqori usulni eng yaxshisi har kuni atigan va kechda bir qatimdan ishlab olsa eng muvaffaq. Shundaqla tez unumini ko'rgili bo'ladi. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.